aroqqa ishqivoz bo'lgandan futbolga ishqivoz bo'lgan yaxshi. To'g'ri. Birovni ayoliga, birovni keliniga ishqivoz bo'lgandan xo'rozga ishqivoz bo'lgan yaxshi. To'g'ri. Ayollarni qiliniga, qilpillamaga ishqivoz bo'lgandan Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiligi, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Xo'rozvozlar ham kuchayib ketdi. Xo'rozlarning narxi palon pul bo'lib ketdi. Xo'rozingni yo'qot, hamma yoqqa chichib yuboryapti deb yurganlar hozir xo'roz boqsang bo'lmaydimi? Palonchining o'g'lini qara, $1000 xo'roz sotibdi. Sen xo'roz boqishga ham eplayolmaysan deydigan zamonlar keldi. Mazza yo'q. Hali xo'roz bo'vorgani yo'q-da bular. Alohida bo'lsa, shitani qo'yib qo'yib ketadi. Tonansalar bular. Sana 5 kilo bo'ladi. Men xo'roz boqardim-da uyimda. Xo'roz bizni kalendardan yarim soat oldin qichqirardi. Bu kalendar noto'g'rida, odamlar kalendarni to'g'ri tuzmaganda Beruniy rahmatullohi alayhi hisobiga teskari bo'lib qolgan, Ulug'bekning hisobiga teskari bo'lib qolgan bu kalendarni to'g'ri tuzish kerak edi. Shu xo'roz yarim soat oldin qichqiryapti, shu xo'rozni gapi ham o'tarmikin deb yurardi. Keyin bir kuni Jami Sag'ir degan kitobda sharhida ko'rsam, agar xo'roz tajribalik bo'lsa, har doim bitta vaqtda qichqiradigan bo'lsa, xo'rozni gapi mo'tabar debdi. Ketdi, mana deb xo'roz boqish kerak ekan. Hazrat Payg'ambar alayhisalom aytdilar, xo'rozni so'kmanglar, u namozga uyg'otadi deganlar. Tahajjudda qisqaroq qichqiradi. Kitobda aytgan, tahajjudda qisqaroq qichqiradi, chunki hushyor odam uyg'onaveradi. Hushyor odam uyg'onaveradi, ammo namoz farz bo'lgan vaqtida ko'proq qichqiradi. Bir kuni gap kelganda aytayapman-da endi. Bir kuni tush ko'ribman,
Assalomu alaykum aka parvozlar. Bali asarti tuxumlar. Ular sotilgan. Siz tomosha qilib maza qilinglar. Biri kundalaridan 4 ta kunda bor ekan. To'g'ri qildim. Hammasi ham burasi chiqib qoladi. Peshonasini qarang, u odamni. 13 ta chiqdi eslasanglar, dadam ochirgan. Bu yerda nazmda hammasi xuras, bitta tushunmayki yo'q. Kichkinaligida $50 berib yubordim, 3 kunligida eslasanglar. Asarti tuxumlar. Kundalarni qarang. Bittasi ham o'lmay katta bo'lyapti istiyorum. O'ziga nasib qilsin. Joning sog'ligiga qora to'ylar. Hammasi xo'roz chiqdi mashbartani surishib ham qopti. Tomosha qilib maza qilinglar. Ular tamaki yo'q. Akalar profilda Telegram kanal silkasi bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r yangiliklar bo'ladi yaqinda Xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz muxlislar. Yaqinga bitta premyera qilyapmiz. Kino cho'tki chiqadi. Hammani barchani kutamiz. Paq bang bang oldinga bo'ladi. Aziz obunachilar, aziz muxlislar kutamiz. Yaqinga bitta yangi ideya kino chiqaryapmiz. Davay barchani kutib qolamiz. Nima deyapsiz? Paq oldinga. Davay kutamiz. Odamlar har doim o'zi qilgan xatosidan xulosa chiqarish kerak-da. Lekin menda jicha boshqacharoq. Men haligi odamlarga bergan maslahatimdan qilgan xatosiga qarab xulosa chiqaraman-da. Nima kerak bor o'zimni hayotim bilan risk qilib 8 milliard odam turganda, to'g'rimi? Shuning uchun yigitim seni urib yuboradi deyishdan oldin bitta narsani o'ylaylar. Luboylar yigitinglar bilan qo'lini baylab urishib yuboraman. 1 yoshdan 7 yoshgacha, 70 yoshdan 95 yoshgacha. Shuning uchun haligi maqol bor-ku. Haligi oltin olma, duo ol. Sen xohlaganing kabi dek emasman, orzuyingdagi Michael Jacksonmasman. Yerdaman yulduzlarga teng emasman. Bilmadim. Dinozavrlaringni olib kel kerak bo'lsa, dinozavrlar tiriltirib olib kel, o'rta asrdan olib kellar. Olib kellaring, sablardan qo'rqadigan joyim yo'q. Yana qaytib aytaman, men yakka qolishdan qo'rqmayman. Modomiki Voy yetim, turishini boraman, turishini hayvonda bu. И напомни мне, что... Okeylar, mana xo'roz rost egasini mana. Haqiqiy qora baxmali mana. O'zimni eski xo'rozlarim bolalaridan. Mana Martski. Tomoshaga okeylar. O'zi eng zo'r yoqadigan rang menga mana shu bo'ladi. Xo'rozlar, jonivorlar. Rangini, belini. Jonivorlar. Kevorgan go'jada. Aka, omadga ishonasizmi? Omad sizlarga. Bizga yaxshi bo'lib tursa bo'ldi. Mana okalar, yapon, mana yaponni tozasi. Ataka yapon keldi-yu mana o'zimga. Jonivor mana. Bir marta cho'qishmagan. Mashalloh, ranglarini qaranglar, buni ranglarini. Jonivor. Mana xo'roz. Ana xo'roz, mana xo'roz. Mana yapon. Okalar, mana xo'roz rost egasini mana. Haqiqiy qora baxmali mana.
o'zimni eski xo'rozlarim bolalaridan martskiy tomoshaga olib kelay. O'zi eng zo'r yoqadigan rang menga mana shu bo'ladi. Xo'rozlar jonivorlar rangini, belini jonivorni kevorgan go'jada. Dunyoda bitta bo'lmaydimi? Odam bo'lmasang bir tiyinsan sen. Baklashgani qopqog'i ham bassan sen. Qana odam bo'lsang. Puli bo'lsa o'ziga bilib olsin, eshitib olsin. Jiyaningiz, bolangiz nasihat qilib qo'ying. Odam inson Allohdan uyalish kerak, Allohdan qo'rqish kerak, odamlarni hurmat qilish kerak. Odamlar xalq qiynalib tursa-yu, kecha o'zi 1000 so'mdan yanini sotayotgan narsani qaysi vijdon bilan men 5000 so'm sotaman, 8000 so'm sotaman deyishdi o'rniga shunda taroziga chiqib oladi. Yo'q. Kibrni yoqib oladi. O'zi bir zambar loysan sen. Kecha yanini sotayotgan o'sha narsa. Shuning uchun ishingda barakot yo'q. Yuraverasan, 1-2 bo'lmasdan. Bo'lmaydi ham 1-2 sandaqalar. Kimdir menga urush e'lon qildi. O'yin boshlanibdi. Xo'rozlarga barcha ishqibozlarga bu qo'shig'im aytaman, hamma xo'rozbozlarga. Davrani kengroq oling, o'rtaga xo'roz soling, mana salom vozlarga barcha ishqibozlarga bu qo'shig'im aytaman, hamma xo'rozbozlarga. Oling, o'rtaga xo'roz soling, mana buni puli bor, ma'qul kelsa bir ko'ring. Ariq bo'yi gul havaslarda, yurgani kelganmiz soydada. Ariq bo'yi gul havaslarda, yurgani kelganmiz soydada. Gulni bahona qilib dod, yor ko'rgani kelganmiz soydada. Gulni bahona qilib dod, yor ko'rgani kelganmiz soydada. Bilasizmi? Birinchi xo'rozga mehr berish kerak. Mehrsiz xo'roz hech vaqo bo'la olmaydi. Aslo xo'rozni och qoldirib, bitta joyda saqlamang. Bu videoni yaxshi xo'roz boqadiganlarga jo'natib qo'yamiz. Мой паровоз несет водоворот, движется идет по направлению меня. По такому поводу намечается душман братья. Bilasizmi? Birinchi xo'rozga mehr berish kerak. Mehrsiz Стекала с гуся вода с двумя головами. Таков нынче образ, матушка Русь. Прости нас, брат Юра, мы все проебали. Весь космический мусор. Assalomu alaykum aka ukalar, yaxshimisizlar? Jo'jalarimizni ichkariga quyoshdan issiqdan olib kirish uchun yo'q ichkariga olib kiryapmiz akalar. Mana ko'rishingiz mumkin tomoshaga akalar. Haj jonivorlar. Akalar yana nima deysizlar? Bironta obunachilarga ham yoki nimagadir bironta o'yin qilaylikmi yana? Bir maslahatlaring bir kommentda ana o'qilasizlar. Hammaga omad akalar. Kommentga yozinglarchi agar bironta o'yin qilamiz obunachilarga. Mana akalar, shu fevralda chiqqan jo'jalar, o'sha hamma ko'rinish, hammasi. Haj jonivor.
Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz muxlislar. Yaqinga bitta premyera qilyapmiz. Kino cho'tki chiqadi. Hammani barchani kutamiz. Pax bang bang oldinga bo'ladi. Aziz obunachilar, aziz muxlislar kutamiz. Yaqinga bitta yangi ideya kino chiqaryapmiz. Davay, barchani kutib qolamiz. Nima deyapsiz? Pax oldinga. Davay, kutamiz. Hozir bizga emas, sizni davringiz. Ayni o'ynaydigan paytingiz. Bir shoir aytgan ekan. Dam bu damdur, o'zga damni dam dema. Yeb ichib o'ynab kulu, ertangi kundan g'am yema. Qani yuringlar. Odamlar har doim o'zi qilgan xatosidan xulosa chiqarish kerak-da. Lekin menda jicha boshqacharoq. Men haligi odamlarga bergan maslahatimdan qilgan xatosiga qarab xulosa chiqaraman-da. Nima kerak bor o'zimni hayotim bilan risk qilib 8 milliard odam turganda, to'g'rimi? Shuning uchun yigitim seni urib oladi deyishdan oldin bitta narsani o'ylaylar. Luboylar yigitinglar bilan qo'lini baylab urushib yoraman. 1 yoshdan 7 yoshgacha, 70 yoshdan 95 yoshgacha. Shuning uchun haligi maqol bor-ku. Haligi oltin olma, duo ol. Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Jo'ja nima deyapti, jo'ja? Bir boshlariga e'tibor berib, oyoqlarni ko'ringlar. Voy dod deydiganlar. Akalar, mana abit vaqti issiq edi. Endi kechki salqinga xo'rozchalar qo'yib yubordik. Salqinda mazza qilib yurishibdi akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar, obuna. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu nima deyapti bunisi? Ana akalar. Bittadan like ni bosib, obuna bosib, komment yozib qo'yinglar akalar. Ha, bu yoqda ham jo'jalar. Nasib bo'lsa bularni hammasini video qilib qo'yib boramiz akalar. U vizov tashlaganlarni ko'pini ko'rganman-da, lichkasiga keyin yozaman. Nima bo'lyapti o'zi? PR qilsam o'zing ishtiribsan birdan. Publikatsiya bunisi ko'paysin. Masalan, даже musobaqada emas, zalga kelsang tekinga ham qo'yib qo'yamiz. Mana bu yapon 100 talik, ham to'g'ri. 6 oylik kilogram. Kilogram 6 oylik. Bola jo'ja hali. 3 kilo 600 bo'lgan. Mana to'g'ri. Maqsadga o'tadigan bo'lsak, xullas xo'roz sotilmaydi. Sotmayman. Sotilmaydigan narsaning o'zi bormi? Hech ham sotilmaydigan narsa katta pulga sotiladi. Lekin menda ikkita narsa sotilmaydi. Nima ekan o'sha ikkita narsa? Birinchisi yigitlik g'ururim, ikkinchisi xo'roz. Joning sog'ligiga qora to'ylar. Hammasi xo'roz chiqmas partiyani surishdan qo'rqdi. Tomosha qilib mazza qilinglar. Har tamaki yo'q. Akalar profilda Telegram kanal silkasi bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r yangiliklar bo'ladi yaqinda xudo xolasa. Xo'rozni qarang. Xo'roz shu qichqirishligi Allohga yoqar ekan shu. Imkoniyat bo'lsa uyda xo'roz bo'lsin. Chunki xo'roz qichqirishligida Xudo mana shu xo'rozni ovozini yaxshi ko'rar ekan. Hammani tahajjudga uyg'otayotgan, tahajjudga alohida chaqiradi. Bomdodga alohida chaqiradi. Bir boshqa hayvon kelib, "Ey xorozjon, seni ovozing uncha xushbo'y, bir xush ovozdan Alloh seni ovozingni yaxshi ko'radi-da." Bedanani ovozini Alloh yaxshi ko'raman demadi. Alloh xo'rozni ovozini yaxshi ko'raman. Chunki ertalab odamlarni namozga uyg'otadi-da.
Ovozing shunaqa zo'r. Xudo seni ovozingni yaxshi ko'radi. Nimaga 7-osmonda Bo'ldi endi yo'q, bu sindi deb turgan payting. Alloh meni yana bitta ko'tarib qo'ysa. Dardingni kimga aytasan, shakal? Ota bobong qilgan ish qilgin. Mashoyixlar aytib qo'yibdi. 40 yil qildim mullolik. Hech bo'lmadim bir yo'liq. Otam kasbini qildim. Ham qo'y keldi, ham sog'liq. Yonda duracağım bir yanda mahkum. Yonda duracağım bir yanda mahkum. Yüzlerin akı kırası kızlar. Aka-ukalar, xudo xolasa bu ajdarda bolalarini ham berdik. Qishton shahriga berdik. Aka-ukalar. Ay jonim sog' bo'lsin. Aka jo'jalarni gullari. Kiş 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 kiş. Meni boyliklarimga yaqinlashmalaring. Kiş 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 kiş. Kiş 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 kiş. Şu alanı narxi oshdi. 8.9 8.9. Endi men boyman. Kiş 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 kiş. Assalomu alaykum. Farroz akalar, tuzingizlar, charchaymizlarmi? Sotuvda jo'jalarimiz bor. 3 ta gold rang, novot rang jo'jamiz bor. 3 ta miramir jo'jalarimiz bor. Qiziqqanlarga aloqa qilib xo'rozim akam aralashibdi. Shoshilamiz akalar. Дурак, по кличке Камень. Сейчас парень будет у него жесткий. Руки борьбой. Ай, зверюги, бери, ударник. Сейчас хлестнутся. Oui. Assalomu alaykum, aziz farvozlar.
Bali asarti tuxumlar. Bular sotilgan. Siz tomosha qilib maza qilinglar. Biri kundalaridan 4 ta kunda bor ekan. Tova qildim. Hammasi ham xo'roz chiqib qoladi. Peshonasini qarang, u odamni. 13 ta chiqdi eslasanglar, dadam ochirgan. Bu yerda nazinda hammasi xo'roz, bitta tushunmayki yo'q. Kichkinaligida $50 berib yubordim, 3 kunligida eslasanglar. Asarti tuxumlar. Bu kundalarni qarang. Bittasi ham o'lmay katta bo'lyapti istiyorlar. O'ziga nasib qilsin. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiligi, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Mana aka-ukalar, dekabrda chiqqan jo'ja. 3-dekabr jo'jani bitta tomosha qilinglar aka-ukalar. Bunaqasi kanalga tushmagan aka-ukalar, mana jo'ja. Bunini qizig'i yo'q deganlarga aka-ukalar. Joning sog'. Hozir 3 kilo 600-3,5 kilo beradi, lekin jo'ja xudo xolasa 4 kilo 800 da chempion aka-ukalar bir. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiligi, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Hurmatli do'stlar, bugun biz Martovskiy shujeni Almaty qalasına sattık. Buyursun, chempion bo'lsin. Qarаңыз qanday o'ta ademi akras bu жерде, цвет. Аяқтары мне papasına o'xshaydi, turk papası, а mamasi кореянка. Миксованный шуже. Клювтары орлиный. Тоже papası сияқты. Buyursun, чемпион болсын. To'g'ri netipel deb yozibdi kecha bitta tog'amiz. Tog'a bular to'g'ri emas, bular apparat. Pul chiqaradigan apparat. Hozir pechatlab chiqishdi. Bular pechatlagan pullar Liboy davlatga o'taveradi. Bunga erishish oson bo'lmadi. Juda qiynaldik, ko'p azob chekdik. Taqdir bizni kichkinaligimizdan qiynay boshladi. Tomosha qilib maza qilinglar, bo'rini. Mana qizchalar aka-ukalar. Nima deyapti? Tomosha qilyapti bu bo'rini. Joniga yomon effekt beryapti, yonib.
Beshkira bo'lib o'ynaydilar, ukalar bu. Aka-ukalar, uchamiz bitta tomosha qilinglar jonivorni. Fevralda juda chiqqan. Jo'jani qaranglar, qaraqangi chiqavergan. Ona tomoni girrakash aka-ukalar, ona tomoni. Joning. Lubo'yi tomonlama toza aka-ukalar, fevralda boshi. Ishqiboziga, puliga kelishib qolsa beraman mana. Zorini olib boqaman deganga chempion bo'ladi, xudo xolasa aka-ukalar. Qanotlarini ham bitta ko'ringlar, dastalarini. Mana kallalari ham. Nihoyatda toza jo'ja. Qiziqqan yaxshisini olib boqaman degan aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Jonivor. Aka-ukalar. Gannoya. Kaltaklari Gondurskiy uradi. Noyabrskiy jo'ja rostcha bo'ldi. 3-4 kunda urishtirib beraman. Kalla yaralar tushsinmi, qo'tirlari, kalta o'rnalari solishtirib beramiz. Xo'roz bizdan, puli sizdan. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiligi, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Aka-ukalar, dekabrda chiqqan jo'jalarimdan tomosha qilib maza qilinglar. Qora pantera tarilloq tanachilardan. Ana jo'ja. Joning sog' bo'lsin, o'rta darajada sho'xda aka-ukalar. Tomosha qilib maza qilinglar. Haqiqiy 4,5 kilo, 4 kilo 600. Buni sportning formasi bo'ladi aka-ukalar. Ana jo'ja. Ular hamma har xil kayf qiladi. Biz mana shu ishdan charchab kelib, ko'k choydan olib, ularga qarasak kayf qilamiz, akalar. Nima deysizlar? Mana haqiqiy tozalari. Ana ham tanasi. Salom-vozlarga, barcha ishqibozlarga, bu qo'shig'im aytaman hamma xo'rozvozlarga. Davrani kengroq oling, o'rtaga xo'roz soling, mana Akalar, bu 24-maydagi holat. Bu esa bugungi holat. Aka-ukalar, jo'ja deyapsizlar. Jo'jalar bitta tomosha qilinglar. Mana qora Malibuni ballarida. Aprelskiy bular. Joning sog' bo'lsin, 5 kilo 220 ballarida. Mana dastalari. Qo'rqinchli chiqqan bular. Mana ikkalash Hasan Husan. Mana pilotkasi. Qora baxmal chiqqanda bular aka-ukalar. 5 kilo 207 ballari. Joning sog' bo'lsin, Malibuchalar. Mana shunisi juda erkatoyda. Tozaligini qaranglar bular, tozaligini. Mana kvadrat chiqib qo'yganda. Joningdan sallardi. Krassapchilar. Aprelda chiqqan. 16-aprelda chiqqan jo'jalar. Mujilar. Yaxshi ot keyin chopat deyshadi. Bizdan ot chopish shart emas. Sekin yur bersa bo'ldi. Muhimi o'zi yaxshi bo'lsin. O'sha gap. Asliga nasliga to'g'ri. Akalar, mana 4 talilardan ham ikkita qora, bitta qora qizili qoldi mana. Bardovoy bo'legani o'rtada esa, ikkita chekka esa qorasi. Mana bunda Koreya xatlari ham o'zi chiqyapti, otasi Koreya deydi. Mana akalar. Uchalasi ham xo'roz. Kelishib qolsam beraman bularga ham mana akalar. Tomosha qilinglar. Simayat, uchalasi ham juda serkalta xo'roz bo'ladi. Hammani omadini bersin akalar. Ona o'rta fikr yo'qchi. Assalomu alaykum akalar. Mana makiyon. Mana xo'roz. Bu tarafda onasi bunisi qizi. Bunisi makonga ham taboq olib qo'yasizlar mana makiyon.
Xo'rozimda addini tema bo'lsa kerak, xudo xohlasa. To'rtinchi yil balasini olishim bu xo'rozni. Tushgan balasi urishyapti. Nima kiyollar? Maşallah, ko'z tegmasin akalar. Bilasanmi nimaga bu xalqni hamma hurmat qiladi? Chunki u yutqazganini tan olmaydi. Oshiqda yutqizsa akalar, bu uchalasini ham o'zimiz quvay berdik. Ikkita yulduzchadan, bitta o'shambodan. Akamiz yaxshi rezultatlar qilib yuribdi. Akamiz yaxshi parvozlardan, zotga zo'r tushunadiganlardan. Ukalar, cho'jalarni qaranglar, tomosha qilinglar. Haqiqiy san'at asarini. Voy joning sog' bo'lsin. Voy krasavchiklar, tomosha qilaman, nazar qilinglar. Sakranglar bo'ronlar. Ketdi ketiga. Voy joning sog' bo'lsin. Cho'jalarni qaranglar. Palla olasizlar. Bir ikki ikkovini bir joyga olib qo'ygan maza qiladi, ukalar. Ketdi bir chekkasiga tashlab qo'ysalar, ukalar haqiqiy xazina saqlaysizlar. Mana shu mashinaga munosib bo'lsa topaveringlar, o'yin. Любой o'yin. Mashinaga munosib. Bularni xo'roz makonini ajratishda zo'r yo'li bor bitta akamiz. Qana yo'li bor desam, agar katta o'li tuxum qo'ysa, u makon bo'ladi. Tug'masa xo'roz bo'ladi deydi. Bilmas ekanmiz. Men shu yoshimgacha u akam sog'lom deb yurar ekanman. Akani miyasi o'sha karantin paytida uxlab qolgan ekan. Parandachilar tili bilan aytganda kirkib qolgan ekan. Вот это дух, это чемпионский дух. Всем, кто говорит, что он ломается под давлением, что он фронт-раннер, это доказательство обратного. Bunga erishish oson bo'lmadi. Juda qiynaldik, ko'p azob chekdik. Taqdir bizni kichkinaligimizdan qiynay boshladi. Hayotda burilishlar ko'p, Jonpo'lat. Birinchi burilish eng qiyini, eng azoblisi. Xo'roz sotib turganingizda barakani qiladi, ertaga pul tashab beraman deydi, ertaga oyligim chiqadigan deydi, lekin puli chiqmaydi, sizda aldaydi. Telegramdan, WhatsAppdan yozadiganlar bor, aka deydi narxini so'raydi, hamma yo'g'ini bilib oladi-da, vaqtingizni oladi 1 soat, keyin aka deydi nomeringizni tashab qo'ying, ertaga ertalab aloqaga chiqaman deb yozib qo'yadi. Qo'y telefon qilaman ertangi kuni. Assalomu alaykum aka ukalar, yaxshimisizlar? Jo'jalarimizni ichkariga quyoshdan issiqdan olib kirish uchun ichkariga olib kiryapmiz akalar. Mana ko'rishingiz mumkin tomoshaga akalar. Haj jonivorlar. Akalar yana nima deysizlar? Bironta obunachilarga ham yoki nimagadir bironta o'yin qilaylikmi yana? Bir maslahatlaring bir kommentda
qanaqa qilasizlar? Hammaga omad akalar. Kommentga yozinglarchi agar bironta o'yin qilamiz obunachilarga. Mana akalar, shu fevralda chiqqan jo'jalar, o'pshi hamma ko'rinish, hammasi. Jonivor. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz muxlislar. Yaqinga bitta premyera qilyapmiz. Kino cho'tki chiqadi. Hammani barchani kutamiz. Pax bang bang oldinga bo'ladi. Aziz obunachilar, aziz muxlislar kutamiz. Yaqinga bitta yangi ideya kino chiqaryapmiz. Davay barchani kutib qolamiz. Nima deyapsiz? Pax oldinga. Davay kutamiz. Hozir bizda emas, sizni davringiz. Ayni o'ynaydigan paytingiz. Bir shoir aytgan ekan, dam bu damdur, o'zga damni dam dema. Yeb ichib o'ynab kulu, ertangi kundan g'am yema. Ham yuringlar. Odamlar har doim o'zi qilgan xatosidan xulosa chiqarish kerak edi. Lekin menda jicha boshqacharoq. Men haligi odamlarga bergan maslahatimdan qilgan xatosiga qarab xulosa chiqaraman-da. Nima kerak bor o'zimni hayotim bilan risk qilib 8 milliard odam turganda, to'g'rimi? Shuning uchun yigitim seni urib yuboradi deyishdan oldin bitta narsani o'ylaylar. Luboylar yigitinglar bilan qo'lini baylab urushib yuboraman. 1 yoshdan 7 yoshgacha, 70 yoshdan 95 yoshgacha. Shuning uchun haligi maqol bor-ku. Haligi oltin olma, duo ol. Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Jo'ja nima deyapti jo'ja? Bir boshlariga e'tibor berib, oyoqlarini ko'ringlar. Voy dod deydiganlar. Akalar, mana abit vaqti issiq edi. Endi kechki salqinga xo'rozchalar qo'yib yubordik. Salqinda mazza qilib yurishibdi akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar, obuna. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu nima deyapti bunisi? Ana akalar. Bittadan like ni bosib, obuna bosib, komment yozib qo'yinglar akalar. Ha, bu yoqda ham jo'jalar. Nasib bo'lsa bularni hammasini video qilib qo'yib boramiz akalar. U viza tashlaganlarni ko'pini ko'rganman-da, lichkasiga keyin yozaman. Nima bo'lyapti o'zi? PR qilyapsam o'zing ishtir sanada. Publikatsiya bunisi ko'paysin. Masalan, даже musobaqada ham emas, zalga kelsin, tekinga ham qo'yib qo'yamiz. Mana bu yapon 100 talik ham to'g'ri 6 oylik kilogram. Kilogram 6 oylik. Bola jo'ja hali. 3 kilo 600 bo'lgan. Mana to'g'ri.
Maqsadga o'tadigan bo'lsak, xullas xo'roz sotilmaydi. Sotmayman. Sotilmaydigan narsani o'zi bormi? Hech ham sotilmaydigan narsa katta pulga sotiladi. Lekin menda ikkita narsa sotilmaydi. Nima ekan o'sha ikkita narsa? Birinchisi yigitlik g'ururim, ikkinchisi xo'roz. Joning sog'ligiga qora to'ylar. Hammasi xo'roz chiqdi mashbart, endi surishdan qoldi. Tomosha qilib mazza qilinglar. Ular tamaki yo'q. Akalar profilda Telegram kanal silkasi bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r yangiliklar bo'ladi yaqinda xudo xolasa. Xo'rozni qarang. Xo'roz shu qichqirishligi Allohga yoqar ekan shu. Imkoniyat bo'lsa uyda xo'roz bo'lsin. Chunki xo'roz qichqirishligida Xudo mana shu xo'rozni ovozini yaxshi ko'rar ekan. Hammani tahajjudga uyg'otayotgan, tahajjudga alohida chaqiradi. Bomdodga alohida chaqiradi. Bir boshqa hayvon kelib, "Ey xorozjon, seni ovozing juda xushbo'y, bir xush ovozsan. Alloh seni ovozingni yaxshi ko'radi-da." Bedanani ovozini Alloh yaxshi ko'raman demadi. Alloh xorozni ovozini yaxshi ko'raman. Chunki ertalab odamlarni namozga uyg'otadi-da. Ovozing shunaqa zo'r. Xudo seni ovozingni yaxshi ko'radi. Nimaga 7-osmonda Bo'ldi endi yo'q, bu sindi deb turgan payting. Alloh meni yana bitta ko'tarib qo'ysa. Dardingni kimga aytasan, shakal? Ota bobong qilgan ish qilgin. Mashoyixlar aytib qo'yibdi. 40 yil qildim mullolik. Hech bo'lmadim bir yog'liq. Otam kasbini qildim. Ham qo'y keldi, ham sog'liq. Yonda duracağım bir yanda mahkum. Yonda duracağım bir yanda mahkum. Yüzlerini okup kırası kızlar. Aka-ukalar, xudo xolasa bu ajdarda bolalarini ham berdik. Qishton shahriga berdik. Aka-ukalar. Ana krasavchimiz. Ikkinchi, ay joning sog' bo'lsin. Aka jo'jalarni gullari. Hiç meni boyliklarimga yaqinlashmalaring. Shualani narxi oshdi. 8.9 ming, 8.9 ming. Endi men boyman. Assalomu alaykum. Farroz akalar, tuzuymizlar, charchaymizlarmi? Sotuvda jo'jalarimiz bor. 3 ta gold rang, novot rang jo'jamiz bor. 3 ta miramir jo'jalarimiz bor. Qiziqqanlarga aloqa qilib xo'rozim akkim aralashibdi. Shoshilamiz akalar. Дурак, по кличке Камень. Парень будет у него жесткий. Против уроки борьбой. Ай, зверюги, бери, ударник. Сейчас хлестнутся. Me.
Assalomu alaykum aka parvozlar. Vali asarti tuxumlar. Bular sotilgan. Siz tomosha qilib maza qilinglar. Biri kundalaridan 4 ta kunda bor ekan. Tova qildim. Hammasi ham xo'ras chiqib qoladi. Peshonasini qarang, u odamni. 13 ta chiqdi eslasanglar, dadam ochirgan. Bu yerda nazmda hammasi xo'ras, bitta shu makiyon. Kichkinaligida $50 berib yubordim, 3 kunlikda eslasanglar. Asarti tuxumlar. Kundalarni qarang. Bittasi ham bilmay katta bo'lyapti istiyorum. O'ziga nafsini. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiligi, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Mana aka-ukalar, dekabrda chiqqan jo'ja. 3-dekabr jo'jani bitta tomosha qilinglar aka-ukalar. Bunaqasi kanalga tushmagan aka-ukalar mana jo'ja. Bunini qizig'i yo'q deganlarga aka-ukalar. Joning sog'. Hozir 1 kilo 600-3,5 kilo beradi, lekin jo'ja xudo xolasa 4 kilo 800 da chempion aka-ukalar bir. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiligi, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Hurmatli do'stlar, bugun biz martovskiy shujeni Almaty qalasına satdik. Buyursin, chempion bo'lsin. Qarangiz qanday o'ta ademi akras bu yerda, цвет. Oyoqlari mine papasına o'xshaydi, turk papasi, a mamasi koreanka. Миксованный шужи. Клювтары орлиный. Тоже papası сияқты. Buyursun, чемпион болсын. To'g'ri netib deb yozibdi kecha bitta tog'amiz. Tog'a bular to'g'ri emas, bular apparat. Pul chiqaradigan apparat. Hozir pechatlab chiqishdi. Bular pechatlagan pullar Liboy davlatga o'taveradi. Bunga erishish oson bo'lmadi. Juda qiynaldik, ko'p azob chekdik. Taqdir bizni kichkinaligimizdan qiynay boshladi. Tomosha qilib va maza qilinglar bo'rini. Mana qizchalar aka-ukalar. Voy jon. Bir yildan o'yda aka-ukalar nima deyapti? Tomosha qilinglar-chi bo'rini. Joni yomon efekt beryapti, yonib.
Voy, красавчик. Ay canım. 5 kilo grubu oynadılar, ülkeler bu. Aka ukalar, uchuvchamizni bitta tomosha qilinglar, jonivorni. Fevral 3-da chiqqan. Uchuvchani qaranglar, qanaqangi chiqavergan. Ona tomoni girrakash aka ukalar, ona tomoni. Lubo'yi tomonlama toza aka ukalar. Fevralni boshi. Ishqiboziga, puliga kelishib qolsa beraman mana. Zorini olib boqaman deganga chempion bo'ladi, xudo xolasa aka ukalar. Qanotlarini ham bitta ko'ringlar, dastalarini. Mana kallalari ham. Nihoyatda toza jo'ja. Qiziqqan yaxshisini olib boqaman degan aloqaga chiqaverasizlar aka ukalar. Jonivor. Köykolar. Gannoya. Kaltaklari Gondurski uradi. Noyabrskiy jo'ja rostcha bo'ldi. 3-4 kunda urishtirib beraman. Kalla yaralar tushsin, bu qo'tirlari, kalta o'rnalari solishtirib beramiz. Xo'roz bizdan, puli sizdan. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiligi, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Aka ukalar, dekabrda chiqqan jo'jalarimdan tomosha qilib maza qilinglar. Qora pantera tarilloq tanachilardan. Ana jo'ja. Joning sog' bo'lsin, o'rta darajada sho'xda aka ukalar. Tomosha qilib maza qilinglar. Haqiqiy 4,5 kilo, 4 kilo 600. Buni sportning formasi bo'ladi aka ukalar. Ana jo'ja. Ular hamma har xil kayf qiladi. Biz mana shu ishdan charchab kelib, ko'k choydan olib, ularga qarasak kayf qilamiz, akalar. Nima deysizlar?
Assalomu alaykum aka parvozlar. Bali asarti tuxumlar. Bular sotilgan. Siz tomosha qilib maza qilinglar. Biri kundalaridan 4 ta kunda bor ekan. To'g'ri qildim. Hammasi ham xo'roz chiqib qoladi. Peshonasini qarang, u odamni. 13 ta chiqdi eslasanglar, dadam ochirgan. Bu yerda nazinda hammasi xo'roz, bitta shu makiyon. Kichkinaligida $50 berib yubordim, 3 kunlikda eslasanglar. Asarti tuxumlar. Bu kundalarni qarang. Bittasi ham o'lmay katta bo'lyapti istiyorum. O'ziga nasib qilsin. Joning sog'ligiga qora to'ylar. Hammasi xo'roz chiqdi mashbarda, endi surishdan qoldi. Tomosha qilib maza qilinglar. Ularda makiyon yo'q. Akalar profilda Telegram kanal silkasi bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r yangiliklar bo'ladi yaqinda Xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz muxlislar. Yaqinga bitta premyera qilyapmiz. Kino cho'tki chiqadi. Hammani barchani kutamiz. Paq bang bang oldinga bo'ladi. Aziz obunachilar, aziz muxlislar kutamiz. Yaqinga bitta yangi ideya kino chiqaryapmiz. Davay barchani kutib qolamiz. Nima deyapsiz? Paq oldinga. Davay kutamiz. Odamlar har doim o'zi qilgan xatosidan xulosa chiqarish kerak edi. Lekin menda jicha boshqacharoq. Men haligi odamlarga bergan maslahatimdan qilgan xatosiga qarab xulosa chiqaraman-da. Nima kerak bor o'zimni hayotim bilan risk qilib 8 milliard odam turganda, to'g'rimi? Shuning uchun yigitim sen urib yuboradi deyishdan oldin bitta narsani o'ylaylar. Luboylar yigitinglar bilan qo'lini baylab urishib yuboraman. 1 yoshdan 7 yoshgacha, 70 yoshdan 95 yoshgacha. Shuning uchun haligi maqol bor-ku. Haligi oltin olma, duo ol.